er xotinini sevishi bu baxt bu. Er xotinni sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomda bor degani. Xotin erini sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomdagi eng baxt degani. Bu nima degani? Eng katta xiyonat eri bor ayol boshqa erkakni yaxshi ko'rish. Xotini bor ayol boshqa ayolni yaxshi ko'rishi bu eng katta musulmon ummat uchun eng katta balo. Islom aytadiki, ayollar, "Yo, ayol erga tegdingmi? Erkak tegmasda faqat eringni bil" deydi. Hazillashing kelyaptimi? Ering bilan. Gaplashing kelyaptimi? Ering bilan. Kulishing kelyaptimi? Ering bilan. O'ynashing kelyaptimi? Ering bilan. Erkaklarga aytadi, ayol tegmasa endi xotiningni bil. O'ynashish, kulishish, gaplashish, hazillashish, chiroyli SMSlar, chiroyli rasmlar, chiroyli giflar palonchiga emas, xotinga jo'natish kerak.